Assalomu alaykum onlayn reklama a'zolari. Sizlar bilan g'aybona yana bir bora uchrashib turganimdan nihoyatda xursandman. Bugungi temamiz qizil o'ngachda o'simta. Allohning qudrati ila bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizda tabiiy giyohlari, malham, siroplari yordamida qizil o'ngachda uchraydigan o'simtaga shifosi bor. Allohning qudrati ila qanchadan qancha bemorlarimiz bizning tabiiy giyohlarimiz, malham, siroplarimiz yordamida shifoli bo'lib turibdi. Avvalam Alloh, qolaversa sababchimiz. Bemorlarga shu shifosini tayyorlab beruvchi sababchimiz. Ko'plab bemorlar murojaat qilib turibdi. Mani qizil o'ngachimda o'simta bor. 5 yil, 10 yildan buyon davolanib kelyapman. Hattoki apparatlar bilan qizil o'ngachimni kengaytirdim. Operatsiya qildirdim. Yana operatsiya deyapti doktorlar degan bemorlarimiz ko'plab uchrab turibdi. Qizil o'ngachdagi o'simtam ichki organlarga metastaz beribdi. Ovqat yeyishga juda ham qiynalyapman. Suvam og'rib o'tyapti. Yutinib bilmayapman. Ovqat yesam og'riydi. Bir narsa tiqilgandek bo'ladi. O'tmay qoladi, siqilib qoladi degan bemorlarimiz hozirgi kunda ko'plab uchrab turibdi. Allohning qudrati ila bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizni tabiiy giyohlari, malham, siroplari yordamida shifosi bor. Bemalol kelib tavsiya qilaman. Bemalol kelib shu tabiiy giyohlarimizdan, siroplarimizdan iste'mol qilib sog'ayishlaringiz mumkin. Metastaz bergan bo'lsa ham, u holatda ham bizning tabiiy giyohlarimiz, siroplarimiz yordamida o'simta kichrayib tomiri bilan qurib yo'q bo'ladi. 3 sutkadagi sekin kichrayishni boshlaydi. Allohning qudrati ila kichrayib tomiri bilan qurib yo'q bo'ladi. Bemor sog'lom bo'ladi. Allohning qudrati ila. Avvalam Alloh, qolaversa sababchimiz. Dard bergan egam darmonini ham berib qo'yibdi. Faqat o'rnida qo'yib iste'mol qilish kifoya. Allohning qudrati ila 30 yillik ish faoliyatimiz. Layklaringizni bosaveringlar. Qancha layk bosinglar, shunchalik ko'proq insonlar ko'rishga muvofiq bo'ladi. Yuqori efirlarimda aytib o'tgandek, bitta laykingizga bitta bemor sog'ayib tuzaladigan bo'lsa, hayotda tinch omon qoladigan bo'lsa, siz sabab, bitta laykingiz sabab Allohning uyida, muborak Allohning uyida bitta tuya so'yib 1000 ta ro'zadorga iftorlik bergan savobga ega bo'lasizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, layklaringizni bosaveringlar. Bemorlarimizga Allohim shifosini bersin. Sog'lom insonlar hech ham bemor bo'lmasin.